Bu qo'lim bilan ko'p joyga ishga olishmagan. Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga o'zim haqimda informatsiya bermoqchiman. Sizlar yozyapti, qo'lingiz nima bo'lgan, nima qo'ygan deb yozyapsizlar. Shu haqida informatsiya bermoqchiman. 20 yoshligimda stanokka qo'lim kirib ketgan. Birinchi operatsiyada buni saqlab qolishgan. Unga holati bir oy ushlashgan. Keyin yana operatsiya qilib olib tashlashgan. Qo'lim bilan ko'p joyga ishga olishmagan. Operatsiyadan pasportni, o'z ko'rsatishimiz hamma o'qib chiqqanman. Blogerlar bilan ishladim. Siz ko'rib turgan blogerlar hayotda boshqa, ekranda boshqa. Shu qo'limlarni uyalib mana ishlamaganlar bo'lgan. Shu paytda sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Shu qo'limlarni o'zim boshladim. 3 yildan oshdi. İnşallah bundan affoqqa qo'limizdan ishga olmaganlar, ma'mula ishlamaganlar ko'rib qo'ysinlar. Auditoriyani kengaytirish uchun o'zimni retseptlarni qo'yib boraman, o'rganganlarimni hammasini. Lekin menga rahm qilishlarini xohlayman. Endi farzandli burchimni qo'limdan kelgancha odamlarga yordam berishga harakat qilaman. 4 barmosiz men eplolman, sizlar eplisizlar. Hammalarga rahmat.